yo'q qilish yoki bo'lmasa koronavirusga qarshi vositalar yaratish haqida juda ham katta to'xtovsiz ishlar olib borilyapti. Shu jumladan biz ham O'zbekistonda mutaxassislar mana domla professor Asqarov bilan o'zaro hamkorlikda ishlar boshlaganmiz, ilmiy asoslangan ishlar. Endi buni o'tgan yili boshlangan ish, demak, viruslarga qarshi profilaktika vositasi yaratish haqida aniq tema asosida, aniq yo'nalish bo'yicha dasturlik amaliyot bo'ldi. Bu juda ham jiddiy muammo bo'lgani uchun biz bu yo'nalishda xalqaro olimlar guruhini tashkil qildik. O'ziz bor. Mana domla Asqarovdan, Ibrohimjon Rahmonovdan tashqari Latviya Fanlar akademiyasining prezidenti, kimyo fanlari doktori akademik Igor Kalnish bor. Undan tashqari kanadalik olim, Toronto universitetining professor Polyak bor. Endi qanday aloqasi bor degan bularni, qanday aloqasi bor bu ishga yoki bo'lmasa bu olimlarni deganiga qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, men 20 yildan ko'proq 20 yil davomida Latviya Fanlar akademiyasi organik sintezda ishlaganman. U nomlari zikr etilgan olimlar hozirgi paytda meditsina kimyosi bo'yicha dunyoning eng yetuk olimlari hisoblanadi, taniqli olimlar hisoblanadi. Ular meni hamkasblarim. Biz birgalashib bir laboratoriyada 15 yildan ortiq davomida ishlaganmiz. Endi hozirgi paytdagi aniq bir to'xtamga keladigan bo'lsak, koronavirus haqida. Xo'p, koronavirus o'zi nima? Buni bir tomondan qarasangiz biz oddiy narsaga o'xshaydi. Oddiy, xavfli emas, bemalol. Ikkinchi tomondan bo'lganda o'ta darajada vahimalik, natijalar yaxshi bo'lmadi. Mana butun dunyo mamlakatlarini aholisini nima deydi, xavotirga solib kelmoqda shu paytgacha. Dunyoning ekonomikasi, iqtisodiyoti pasayib ketdi va hokazo va hokazo. Endi buni koronavirusda paydo bo'lishi haqida har xil gap so'zlar bor. Uni chetlab o'tamiz. Qisman aytganda bitta narsani, bu ilmiy jihatdan asoslangan faktni ta'kidlash kerak. Bu hozirgi paytda COVID-2 deyiladi. Koronavirusning o'zi. COVID-19 bu kasallik. Bundan narchasiga kelayotgan kasallik. 19-yilda boshlangan bo'lsa, bir yil davomida mana 20-yilda ketdi. Bu hozirgi paytda aniqlangan, isbotlangan narsa sun'iy ravishda yaratilgan virus. Sun'iy. Tabiiy holatda emas. Endi hozirgi paytda mana mutantlari kelyapti, boshqa. Gap unda emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, har qanaqangi xavf bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi navbatda biz o'zimiz boshqalarga yordamiga yoki nimasiga qilmasdan o'zimizning imkoniyatimiz darajasida harakat qilishimiz kerak, doimiy ravishda. Masalan, chetdan dorilar sotib olish mumkin, chetdan qurol sotib olish mumkin, boshqa, lekin o'zimizning potensial, o'zimizning imkoniyatdan foydalanmasdan turib, bu holat agarda davom etadigan bo'lsa, iqtisodiyotga ham, odam ma'naviyatimizga ham, obro' e'tiborimizga ham anchagina shikast keltiradi. Endi mana shu sohada qisqa qilib aytiladigan bo'lsa, mana biz bir yil davomida koronavirusga qarshi, aynan COVID-19 ga qarshi deyilgan, aslida olganda viruslar profilaktikasi uchun tabiiy vositalar yaratish dasturini birinchi qismi ijobiy yakunlandi. Buning uchun hozir bemalol bir-birimizni tabriklasak bo'laveradi. Ya'ni bunda shunday qildikki, birinchi navbatda qanday qilinyapti? Hozirgi paytda odatda mana hamma maska taqib yuribdi, dezinfeksiya qilindi, yoki bo'lmasa aholini bozordami, maktabdami, ko'cha-ko'yda umumiy bo'lganda masofani saqlash kerak. Shunga o'xshagan ehtiyot choralari qon-qonimizga singib ketdi. Bu borada O'zbekiston hukumati yurtboshimiz tomonidan juda katta ishlar amalga oshirildi. Albatta. Shuning uchun ham bizni aholimizni bu borada himoya qilindi deb bemalol ayta olamiz. Endi shu O'zbekistonda o'zini tabiiy boyliklaridan foydalangan holda odam, biz shunday xulosaga keldikki,
kasallikni yuqtirmasligi uchun, yuqqan kasallikni odamda rivojlanmasligi uchun inson organizmining immunitetini oshirish kerak ekan. Immunitetni oshirish uchun tabiiy vositalar yordamida yangi oziq-ovqat qo'shilmalari yaratildi. O'sha oziq-ovqat yaratilgan oziq-ovqat qo'shilmalarining tarkibi haqida, yaratilgan oziq-ovqat qo'shilmalari odam organizmiga nima berish haqida qisqacha to'xtalsangiz. Yaxshi. Qisqasi bu yerda dastur aniq bo'lgani uchun birinchi navbatda nima qildik? Oilaviy himoya, individual himoya, shaxsiy himoya deyiladi. Masalan, studentlarni olish mumkin, chetdan kelayotganlar olish mumkin, hamda yosh bolalarniki, bog'cha yoshdagilar. Shunga qarab turib biz 4 xil dori vositasi, 4 xil yo'nalishda ishladikda, 4 xil vositani yaratildi. Oziq-ovqat qo'shilmasi. Oziq-ovqat qo'shilmasi sifatida. Bu birinchidan hammasi tabiiy o'simliklar. Mana qarab turing. O'zimizda oladigan zanjabilni oldik. Bitta faqat chetda olingan kurkuma, endi kurkumani chetda olinadi. Bu juda ham mashhur. Qo'llaveradigan bo'lsa, o'zimizda namatak, qizilmiya konsentrat albatta. Sarımsak piyozni konsentrati olingan, sedana, qora sedana konsentrati olingan. Undan tashqari albatta rutin qo'shildi, vitamin B hamda askorbin kislotasi qo'shilgan. Umumiy olganda 7 dan 10 taga qadar o'simliklar ishlatilgan. Shu jumladan faqatgina bitta narsa bor, gialuron kislotasi. Bu ham odam organizmidagi bor narsa, sun'iy emas. Gialuron kislotasi qo'shilganda bu yerdagi tarkibiy moddalarda xususiyati anchagina juda yuqori ko'tariladi. Shu masalada ongli ravishda ilmiy asosdan qilingan. Endi bitta gap aytilgan. Har qanday kasallikni oldini olishgan, davolashga nisbatan uni oldini olish ma'qul. Bizdagi mana hozirgi paytda qo'llanib kelayotgan usullarga, metodlarga qarama-qarshi joyi yo'q. Buni to'ldiradi xolos. Biz o'zimizni yo'nalish bo'yicha, yo'qsa o'zimizni strategiyamiz bo'yicha boshladik-da. Mana qarang. Virus o'zi aslini olganda juda ham odam organizmiga kirmasdan turib, hujayraga kirmasdan turib hech qanday xavfli joyi yo'q. Viruslarda soni shu paytgacha hech kim hisoblab ko'rgani yo'q. İnson nechta odam bo'lsa unga nisbatan ko'proq virus bor. Har qanday o'simlikda, har qanday jonivorda, akula deysizmi, qush deysizmi, baliq deymizmi, maymunmi, hammasini o'ziga xos viruslar bor. Masalan, odamda virus mana olaylik, grippda aniqlanganiga hozir 100 yil bo'ldi, 19-yilda bo'lgan. Undan xabaringiz bor mana. İspanya virusi deyilgan 50 milyon odamda qirilishiga olib kelingan, shunaqa tarixda bo'lgan narsa. Unga qarshi vositalar yaratildi. Yana bitta tomoni mana hozirgacha keladigan bo'lsa, virus, gripp, bizda virus deganda ko'proq gripp virus shu. Undan tashqari poliomiyelit bor, shol bo'ladigan virus yoki bo'lmasa onkoviruslar aniqlangan. Onkoviruslar masalan ko'krak bezi saratonini onkoviruslar kelib chiqaradi. 3% bu hisoblangan. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda virus deyilganda juda ham ko'plab sondagi mikroorganizmlar tushuniladi. Ikkinchi tomondan virus hali buni fanda haligacha ham oxirigacha bir to'xtamga kelingani yo'q. Bu organizm deyish ham jonlimi, jonsiz deyish ham kiritilmaydi. Aniqlik kiritilmagan hozirgacha. Organizmga kirgunga qadar jonsiz, organizmga kirgandan keyingina funksiyasini boshlaydi xolos. Shuni hisobiga olganda, mana qarang, virus kelyapti, COVID-19 deb endi ommani ichida bo'lib ketyapti. Kelyapti. Yosh bolami, yosh katta odammi, ko'chada ketyapti, boshqa havo orqali kiryapti. Endi bu yerda nima bo'ladi? Bir narsaga qarshi kurashish uchun yoki bir hodisaga kurashish uchun uni nimaligini biz bilishimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan nozik joyini bilishimiz kerak. Mana virus keldi, misol uchun COVID oladigan bo'lsak, organizmda hujayraga kirish uchun bu hujayraga kirishi bevosita kirolmaydi. Bu hozirgi paytda COVID aniqlangan 51 ta aminokislotadan tuzilgan oqsil moddasi. Oqsil moddasi bu yerda bu tashqari qismi lipidlar bilan o'ralgan holatdagi organik modda. Endi mana tasavvur qilaylikda olma. Olmani ichiga qurt kirishi uchun yemirib turib kiradi. Xuddi shunga o'xshab turib
har qanaqangi hujayrada o'simlik hujayrasida ham, odamda ham, hayvonda ham hujayrani qobig'i bo'ladi. U qobig'idan virus bemorlar kira olmaydi. Mana bu yerda ferment modda chiqaradida, undan keyin uni qobig'ni yemirib ichkariga kiradi. Ichkariga kirgandan keyin bu virusda modda almashish xususiyati yo'q, energiya almashish xususiyati yo'q. Shuning uchun jonli organizmlardan farq qiladi. Organizmga ichiga kirgandan keyin, hujayraning ichiga kirgandan keyin bu yerda aminokislotalar bor, hamma minerallar bo'lgani uchun o'zini xuddi mana kserokopiyaga o'xshab turib kopiyalab shunaqa qilib ko'payadi. Yine uni ko'payishi juda ham tez bo'ladi. Misol uchun poliomielit viruslarni oladigan bo'lsak, 1 soatda 1 milliard donagacha ko'payadi. Shunaqangi holat. Lekin bu ichkariga kirmaguncha buni hech qanaqa xavfi yo'q. Shuning uchun endi ichkariga kirib olishi uchun 72 soat vaqt kerak bo'ladi. Bu degani 3 sutka. Demak, 3 sutka davomida organizmning immuniteti tiklangan bo'ladigan bo'lsa, virus umuman yo'qolmaydi. Biz xuddi shu masalani amalga oshirdik. Bu yerdagi mana latviyalik, kanadalik hamkorlarimiz yordamida ular ilmiy jihatdan Rossiya ilmiy adabiyotlarni boshqalarni ko'rib turib tavsiya qilishida P vitamini bor, rutin. Agar rutin moddasi bo'ladigan bo'lsa, virus chiqaradigan fermentlarni blokirovka qilar ekan. Mana endi yaqindagina bo'ldi, bor yo'q 1-2 hafta ichida bo'ldi. Amerikalik olimlar aytayapti, melatonin bor, domla bilasiz. Melatonin o'pkada vujudga keladigan oqsil moddasi. O'sha melatonin hisobiga koronavirusni blokirovka qilar ekan, xuddi rutinga o'xshab. Shuning uchun mana ommaviy, massaviy yuqqan taqdirda kimlardir oyoqda o'tkazib yuboryapti, kimlargadir umuman ta'sir qilmayapti. Shu melatoninni ko'p kamligiga qarab turib deyapti. Bu braziliyalik, amerikalik olimlar yaqindagina aytgan gaplari. Keyin yana aytilgan, mana matbuotda ham bo'ldi. Bizda dedi shu mana buni aytmasa bo'lmaydi. Qizilmiyan tarkibida glitserizli kislota deyilgan tabiiy kislota bor. Mana shuni endi yagona yaqinda germaniyalik olimlar shov-shuv qilyaptiki, bu tabiiy holatdagi vosita bu koronavirusni yo'lini to'sar ekan deb. Vaholanki domlani 15 yil bo'ldimi, 20 yilmi siz? 20 yil bo'ldi. 20 yil. Glitserizin kislotasini ajratib olib, glitserizin kislotasi asosida qator biologik oziq-ovqat qo'shimmalari yaratganmiz. Endi mana hozir 15 yil o'tib germaniyalik olimlar glitserizin kislotasini biologik faolligi haqida shov-shuv ko'taryapti. Bu to'g'ri gap. Lekin bu yerda shuni aytish kerakki, glitserizin kislotasi bizda o'sadigan qizilmiya tarkibida juda ko'p miqdorda bor. Hatto o'sha qizilmiyani ekstraktiga chet eldan juda ko'p xaridorlar chiqadi. Mana shuning uchun biz o'sha aynan shu glitserizin kislotasini O'zbekistonda o'sadigan qizilmiya tarkibidagi glitserizin kislotasini ushbu yaratilgan yangi oziq-ovqat qo'shimmalari tarkibiga qo'shganmiz. Bu organizm immunitetini oshirish evaziga har qanday kasallikdan himoya qiladi. Nafaqat koronavirusdan, boshqa virusli kasalliklardan himoya qiladi. Shuni aytish kerakki, virusga qarshi dorilar bor, lekin virusni oldini oladigan, virusga qarshi oldindan himoya vositasi bo'la oladigan oziq-ovqat qo'shimmalari har yaratilmagan dunyo miqyosida, O'zbekistonda emas, dunyo miqyosida. Mana shu nuqtai nazardan mana bu biz taklif qilayotgan yangi oziq-ovqat qo'shilmalari inson organizmini immunitetini oshirish evaziga, inson organizmini himoya quvvatini kuchaytirish evaziga kasallikni yuqtirmasligi, kasallik yuqqan taqdirda ham organizmda uni rivojlanmasligini oldini oladi. Bu borada O'zbekistonda, ayniqsa xalq O'zbekiston Tabobat akademiyasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana biz O'zbekiston Tabobat akademiyasi jamoatchilik tashkiloti, unda 20 dan ortiq fan doktorlari, professorlar xizmat qilishadi. Hamkorlikda, birgalikda mana shunday dunyo miqyosida shov-shuvga sabab bo'la oladigan yangi oziq-ovqat qo'shilmalari yaratildiki, bu birinchi navbatda O'zbekiston xalqini organizmini himoya quvvatini kuchaytiradi. Ular arzon, juda qimmat emas. Hozirgi paytda chet eldan xaridorlar mavjud. Bunga chet elga eksport qilish imkoniyatlari yaratilyapti. Mana birinchi navbatda Rossiya, boshqa bir qator davlatlardan xaridorlar mavjud. Biz endi bularni ishlab chiqaramiz. Xudo xolasa, ishlab chiqarganimizdan keyin birinchi O'zbekiston xalqini, keyingi navbatda chet davlatlardagi xaridorlarni organizmini himoya quvvatini oshirish evaziga koronavirus va boshqa
viruslardan saqlash imkoniyati yaratiladi. Men o'ylaymanki, bu olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan voqea. Bu bilan biz faxrlanamiz. Bu bilan biz O'zbekistonda o'sadigan mevalarimizni, O'zbekistonda o'sadigan o'simliklarimizni boy tarkibidan oqilona foydalanamiz degan umiddaman. Bu borada mana bizni hurmatli tabiblarimiz olib borayotgan ishlarda ham bir salmog'iga yetkazish, kelajakda ulardan oqilona foydalanishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Mana bugungi kunda Xalq tabobati plus jurnali chiqyapti. Xalq tabobati plus jurnalida mana shunday yutuqlar haqida muntazam aytib boriladi. Mana bu borada jigar tsirozi kasalligini yoki saraton profilaktikasi to'g'risidagi gaplar juda qiziq holatda berilgan. Tabiiy asalni qalbakilashtirish, uni oldini olish haqidagi ishlar to'g'risida qiziqarli materiallar chop etiladi. Amerika olimlari bundan bir necha yillar avval amigdalin degan moddani ixtiro qilishgan. Lekin o'zlari foydalanisha olmagan. Biz O'zbekistonda o'sadigan bir qator o'simliklar tarkibida, masalan, achchiq bodam tarkibida yoki aytaylik o'sha shaftoli guli tarkibida o'sha amigdalin moddasi borligi va ana shu mevalar yordamida rakka qarshi oziq-ovqat qo'shimmalari yaratish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Shuning uchun biz O'zbekistondek tabiati boy mamlakatda, O'zbekistondek ulug' davlatda yashayotganligimiz bilan faxrlanamiz va kelajakda bunday muammolarni hal qilishda O'zbekiston tabiatidan keng foydalanamiz degan umiddamiz. Endi bu yerda bir aholining o'rtasida albatta qiziqish bor. Ozgina aniqlik kiritishimizga to'g'ri keladi. Marhamat. Mana misol uchun biz tayyorlagan antivirus. Ismini aytaveraman, reklama uchun emas, yetkazib qo'yish uchun aytilyapti. Shuning uchun aytyapman, mana antivirus fitochoyi. Bu yerda 10 dona paketda bor. 10 dona paketda bor. Shuni bitta paketni o'zi choy qilib holatida bo'ladigan bo'lsa, mana o'zingiz ham tajribada ko'ryapsiz, choy qilib bo'lgandan keyin 4 ta odamga yetadi. Bitta oilaga demak yetadi. 10 kun davomida bo'ladigan bo'lsa, shu oila a'zolarining birortasi xohlasa ham bu virusni yuqtira olmaydi. Sababi buni tarkibidagi moddalar shunaqangi tabiiy moddalar tanlanganki, birinchi o'rinda mikroelementlar bor, immunitetni tiklansa, ikkinchi o'rinda mikrogrammlar hisobida antivirus xususiyatiga ega bo'lgan shunaqa moddalar bor. Glitserizli kislota, kurkumin va hokazo. Bu degan so'z organizmda bo'lib turgan mabodo ichkariga kirgan taqdirda ham rivojlanmaydi. Virus o'ladi. Virus o'lish hisobiga nima bo'ladi? Antitela hosil bo'ladi. Bunda vaksinatsiya qilishda imkon keragi yo'q bo'ladi. Ehtiyoj qolmaydi. Bu endi oilaviy oson bo'lishi uchun ham arzon, ham oson, ham qulay bor. To'g'rimi? Taklif qilyapman. Mana endi bu yerda eng qizig'i mana antikavir bor, askaravir bor. Mana ikkita turdagi bular kapsula holatda ko'riladigan bo'lsa, mana shunaqangi 30 ta kapsula bo'lyapti. 30 dona kapsulani 15 kun davomida, misol uchun pandemiya paytida oladigan bo'lsa, bir kunda 5 kun 3 tadan, 5 kun 2 tadan, 5 kun bittadan. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Yoki bo'lmasa 15 kun davomida 2 donadan ichib qo'yadi. Hammasi o'simlik asosida yaradi. Hech qanaqaga aytaylik aksir ta'siri yo'q. Mana shu bilan organizm to'la aytaylik yetarli darajada o'zini himoya qila biladi. Qanday virus bo'lishidan qat'iy nazar. Endi bitta juda ham qiziq narsa bor. Mana hozir chetdan kelayotganlar bor. Chetga ketayotganlar bor. Bu faqatgina O'zbekistonda emas, butun dunyoda. Mana Rossiyaga boramizmi, Amerikaga boriladimi, yo Yevropaga boriladimi, birinchi navbatda tekshirib turib, undan keyin mana nima qilgan bular? Ekspress analizlar bor hozir. Ekspress analiz orqali tekshirib ko'rdimi, yo'qmi? Mana shundan bir pachka berib qo'ysa, bir quti berib qo'yadi, bo'ldi. Uy sharoitida bemalol ichadigan bo'lsa, bo'ldi, shu bilan bo'ldi. Bu ham arzon bo'lyapti, juda ham katta iqtisodiy, ham psixologik deymizmi, hamma tomondan juda ham foyda. Bu yerda askaravir bilan, mana askaravir, antikavir ikkalasi yaratilgan, tayyorlandi. Bularning tarkibi bir-biridan farq qiladi, chunki instruksiyasida yoziladi albatta. Sababi yoshiga qarab turib,
masalan kimdir yuqtirdida dastlabki holati, kimdir yoshiga, jinsiga, ayol yoki bo'lmasa yosh katta erkak kishi, yoshlar yoki yosh bolalar shunga qarab turib tarkibi o'zgartirilgan holatda universal holatda hamma yoshdagilarni qamrab olindi bu yer bilan. Endi ikkinchisi men bu yerga olib kelmadim. Yosh go'daylarimiz uchun, bog'cha bolalarimiz uchun deylik, ularga sirop holatida shirin bir haligi asal beradigan noni sharbati bor, noni antivir degan, uni tayyorladik. Hozir ro'yxatdan o'tishdi, oxirgi nuqtasida turibdi. Bu degan so'z, demak, bog'cha bolalarimiz uchun bor, maktab o'quvchilarimiz uchun bor, studentlarimiz uchun, yosh kattalar uchun hamda oilaviy qo'llanish uchun shunaqangi vositalar yaratildi. Yana bir bor o'sha domlaning gapini takrorlashdan men qilmayman. Bu yaratilgan mahsulotlar uchun hozir xalqaro patent tayyorlanyapti. Bunaqa mahsulotlar hali dunyoda mavjud emas. Bo'lgan taqdirda ham yaqin atrofda bunaqa bo'lmaydi, chunki bu yerda maxsus texnologiya foydalanilgan. Buni juda ham kam odamlar biladi. Maqsadli buni natijasida, bu texnologiya natijasida tarkibiy moddalarda aktivligi deymizmi, faolligi 10 baravardan 20 baravargacha oshib ketadi. Bu shuning uchun yaxshi. Endi quruq gap bo'lmasligi uchun mana o'tgan hafta Rossiyaning delegatsiyasi keldi. Innovatsion vazirligi bilan uchrashuv bo'ldi, farmatsevtlar keldi. Mana shu yerda farmatsevtlarga qatnashganda biz mana shu mahsulotlar biz vakilimiz tomonidan qisqacha taklif. Hamma ish qolib ketib turib, faqat shunga qiziqish boshlayapti. Boshqalar qolib ketdi. Qiziq. Hozir nimalar namunalar berdik, olib ketishdi. Juda ham jiddiy kompaniya. Mana Rossiya endi ikkinchi tomonda hozir Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Eron va hokazo, hattoki Amerikaning o'zi keyin Kanadaning o'zida hozir ish ketyapti. Shuning uchun bu dunyoda hozir biz lidermiz. Dunyoda bunaqa narsa yo'q. Endi bu maqtanish emas, bor narsani domla aytishimiz kerak-da. Aytishimiz kerak. Bu o'z-o'zidan. Endi bitta tomoni bor. internet chiqishlarida men bir-ikki marta aytib yordim. Bu faktni aytib qo'yishimiz kerak-da, faktni aytishimiz kerak. Bitta qizini o'ta kamtarlagan bo'lmaydi-da. Mana qarab turing. Biz juda ham ko'p joylarda, maktablarda, yig'ilishlarda, televizorlarda, radioda milliy g'urur, millat haqida ketganda nimani o'ylaymiz? Mana bizda shunday bir buyuk shoirlarimiz Alisher Navoiy kabi yoki bo'lmasa olimlarimiz Beruniy, Ibn Sinolar bo'lgan, 1000 yil davomida deydi. Endi bu yerda bitta qiziq faktni aytaman men o'zbek sifatida. Bitta fakt. Mana qarab turing. Agarda Al-Xorazmiy bo'lmaganda, Al-Xorazmiy algebrani asoschisi hisoblanadi. Fanni yaratgan olim bo'ladi. Ana shuni algoritm hisobiga hozirgi kompyuterlar ishlayapti, hozirgi telefonlar ishlayapti. Mana shuni 1250 yil oldin Al-Xorazmiy janoblarini nimasida qo'ygan. O'zbek tuprog'ida yaralgan, tug'ilib katta bo'lgan olim. To'g'rimi? Endi qarab turing. Bunaqa olimlar, bunaqa insonlar 1000 yilda bir tug'iladi-da. Mana endi shu 1000 yilda bir tug'ilgan ikkinchi odamni sizlar ko'rib turibsizlar. Professor Ibrohimjon ustozimiz dunyoda fan yaratgan, kimiyada mana tovarlar kimyosi degan fan yaratgan olim. Dunyoda 7 milliard odam ichida hali yo'q bunaqasi. O'zi tirik odam mana turibdi, fan yaratgan odam. Agarda bizni o'rnimizda Armanmi, O'rismi, Yevreymi boshqa bo'lganda allaqachonda 10 barobar turib Nobel mukofotiga tavsiya qilgan bo'ladi. Mana shu odam fanda asoschisi. Mana shu fan bo'yicha butun dunyoda tan olindi tovarlar kimyosi. Hozir ilmiy ishlar qilyapti, fan doktorlari, fan nomzodlari va hokazo amaliyotda bo'lyapti. Undan tashqari bu fanda hisobiga milliardlab so'mlar bizda iqtisod qilinyapti O'zbekistonda. Tushunyapsizmi? Mana endi bitta narsani aytaveraman. Yana takrorlashda men xohlayman. Qadriga yetishimiz kerak. 1000 yilda bir tug'iladi bunaqa insonga, 1000 yilda bir tug'ilgan odamni ko'rib turibsizlar. Mana shuni O'zbekistondagi mana xalqimizga aytaman, o'zbek xalqiga aytaman. Bir zamonda yashayotganim bilan shunday bir insonda bir hamkori, bir shogirdi sifatida
yashayotganidan faxrlanaman. Men juda ham xohlayman shu domlamizni barakali umr bo'lsin, umrlari ko'p bo'lsin, bizga bosh bo'lsin. Men o'ylaymanki, juda ham orzu qilaman O'zbekistondagi birinchi Nobel mukofotini sovrindori shu Asqarov domla bo'lsa. Rahmat, bu ham bo'lar. Mana bizning yangi oziq-ovqat qo'shilmalarini yaratishimizda, ixtiro qilishimizda va amaliyotga joriy qilishimizda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan xalq tabobatini tibbiy ilmiy rivojlantirish markazi juda katta yordam beryapti. U yerda Jamshidbek Mirrahimov rahbarlik qiladi. Ular xolisona xalq tabobati bo'yicha oziq-ovqat qo'shilmalarini yaratish va tabiblarga amaliy yordam ko'rsatish borasida juda katta ishlarni amalga oshiryapti. O'ylaymanki, bu yerda ko'rsatilgan o'simliklar mana bu tabobat qomusi kitobida bor, faqat ularda yangi konsentratlari olingan. O'sha yangi konsentratlari evaziga o'sha glitserin kislota bo'ladimi, kurkuma bo'ladimi yoki qora sedana bo'ladimi, ularda hammasi o'sha yangi konsentratlar evaziga o'zini faolligini bir necha ming barobar oshirgan. Va shu hisobiga organizm immunitetini ko'tarish evaziga, organizmni himoya quvvatini kuchaytirish evaziga turli xil viruslardan himoya qilish imkoniyati yaratildi. Demak, O'zbekistonda dunyoda birinchi marotaba viruslarni oldini oluvchi, viruslarni organizmda rivojlanmasligini ta'minlovchi yangi oziq-ovqat qo'shilmalari yaratildi va xalqaro miqyosda e'tirof etildi deb bemalol ayta olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.